Assalomu alaykum do'stlar, yana birgamiz. Sizlar Adobe Dunyosi YouTube kanalidasizlar va meni g'oyibona tinglab turibsizlar. Xullas, bugun ritmga moslab montaj qilishni ozgina ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan baham ko'raman bu videoni va xullas darsni boshlaymiz. Menda kerakli fayllar bor, muzika, stok videolar va barchasi timeline'da, ish store'imda ham bor. Xullas boshladik. Ritmga tushish uchun musiqani ritmlarini ko'rish uchun, masalan, musiqani hozir Premiere Pro dasturidamiz. Muzikani tashlagandan keyin, masalan, muzikani pastga tashlagandan keyin to'g'risidagi mana bu yerga 2 marta bosasiz, ochiladi. Mana musiqani ritmlari mana bu yerlarda urilgan, ritm notasi urilgan o'shalar ko'rinadi. Xohlasangiz videoni ham bosib qo'ysangiz ziyon qilmaydi. Endi masalan hozir eshitib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, mana bu yerlarda, mana bu notalarda urilgan, ritm urilgan o'shalarga biz moslab qanaqadir effekt yoki biron narsa yasashimiz kerak. Hozir masalan 2-sekunddan bo'lsa, 2-sekundga kelib buni opacitysini nok qilishimiz kerak. Ya'ni qorong'idan video ochilib kelishi kerak. 100 ga qo'yib 2 dan 0 ga kelib buni 0 ga qo'yib qo'yamiz. Endi qolganlarini masalan kesib chiqsak bo'ladi. Yoki kesib chiqmasdan black video bor. Hozir yoki color matni olsangiz, mana kesib chiqishni o'rniga color matdan olasizlar bu yerdan va rangi qora bo'ladi. Okey. Color mat qora rangli bu qog'oz desa ham bo'ladi. Bir marta oldik mana va buni orqa tomondan tortib kelib, mana shu bitta ritmning notasini davomiyligida, masalan, bitta ritm tushda, bir marta yonib o'chda bo'ldi. Endi buni keyingisiga kopiya qilamiz. Altni bosib turib tortamiz. Ikkita bo'ldi ikkinchisiga. Ana endi buni ikkalasini olib, altni bosib turib keyingisiga kopiya qilsak va birozgina to'g'rilab olamiz. Mana bu ham eng ko'p ishlatiladigan effektlardan biri shu bo'ladi. Mana ya'ni videoni kesib o'tirmaysiz. Mana bu lezviyani olib, ko'p boshqa paytlarda kesilardi. Razor tool bilan lezviyani olib kesilardi yoki mana bu color mat bilan ham qilsa bo'ladi buni. Zo'ra, qiziqarli, ritmga moslangan. Yoki masalan buni ham yana ozgina ko'paytirishingiz mumkin. Altni bosib turib buni bu yoqqa sursangiz, o'sha ritmga mos keladi. Mana bu joyida esa bir xil ekan bo'ladi. Endi bitta adjustment layer ochamiz. Hozir color mat ochgandik, endi adjustment layer. Bo'sh layer bu. Adjustment layerni oldik va masalan bu yerga tashlab, buni ham o'sha bitta video hajmida, bitta nota ritm urilgan hajmida olsak va endi bunga qanaqadir bironta effektlar bersak bo'ladi. Masalan, effektlar bo'limidan distort va lens distort. Shu ingliz tiliga kelganda ozgina talaffuzlarda menda bu noto'g'ri talaffuz bo'ladi. Masalan, lens distort mana shuni olib, birinchi effektni mana ya'ni oynaga o'xshagandan tortiladi va
buni -22 qilib qo'ydim. Taxminan o'zingiz xohlagandek qilasizlar va yana bu yerdan qanaqa desak bo'ladi. Yana oq-qora effektlar ham bo'ladi. Tint ishlatiladi, black white ishlatiladi yoki masalan tint edges o'shalar ko'p ishlatiladi. Yoki ekstraktni bersak ham bo'ladi. Juda lekin ekstrakt ancha normadan oshib ketadi. Ekstrakt buni sozlamalardan to'g'rilab olasizlar. Endi ekstrakt bo'ldi mana. Endi buni ham xuddi boyagidek kopiya qilib ko'paytiramiz. O'sha keyingi ritm urilganiga to'g'rilab olsak, mana bo'ladi. Alt mana ritm urilganda, muzika bas urilganda shunaqa effektlar bo'ladi. Xohlasangiz masalan bundan halgina olib tashlasangiz bo'ladi. Ekstraktni olib tashlaymiz va o'rniga masalan har xil effektlar bor. Masalan 5D deb yozsam menda chiqadi mana bunaqa rangli lutlar, lut deyiladi. Har xil masalan preset, lumetri preset, lut, color. Ularni oq-qora ranglari ham bor menda. Masalan, shulardan birontasini tashlasak, mana bunaqa bo'ladi. Mana shunday. Bu ham o'ziga yarasha qandaydir foydali. Mana shunaqa qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Xohlagan effektingizni adjustment layerga tashlaysiz, videoga emas, ana bu ustidagiga va uni ritmi urilgan joylariga qo'yib chiqsangiz ham yaxshi unaqa bo'ladi. Natija beradi. Ana endi masalan men ritmda urilgan masalan hozir qayerda bor videolarni orqaga qaytarib masalan mana bu yerda masalan mana bu yerda mana bu sakragan va mana shu sakraganni orqaga qaytarib yana mana bunday qilib o'tib ketadigan effektni qilib ko'rmoqchiman deylik shuni. Buni olib bu yerga tashlaymiz va oldin masalan mana marker qo'yganman. Shift M ni bossam masalan markerga olib keladi va yana bir marta M ni bosaman markerga. M harfini va bu yerdan delete qilaman. Ya'ni sizlarga tushunarli ko'rsatish uchun endi musiqani ritmini, urilgan ritmini belgilash uchun masalan sizlarga masalan mana pastdan mana kelgan nota pasayib mana bu yerda hozir bir marta buni belgilab qo'yish uchun masalan M harfini bosamiz. Ya'ni ma'no mevaga ketadigan M harfi M bosdik. Lekin bu yerda videoga berildi bu marker. Buni biz muzikaga, audioga berishimiz kerak edi. Yana bir marta meni bosamiz va delete ni bosib o'chiramiz. Endi audioni belgilaymiz, muzikani va M ni bosamiz. O'sha aytganimdek mana chiqdi. Endi videodagi o'sha sakragan joyiga ham marker qo'yamiz. Masalan, eng baland sakragan joyidan mana shu joyi bo'ladi va videoni belgilab endi bunga ham M ni bosamiz. Mana marker qo'ydik. Endi markerlar bilan ishlash juda yoqimli va vaqtni tejaydi, ekonom qiladi. Endi mana shu ikkita markerni birlashtirish uchun mana bunday qilib tepaga olib ko'tarib surib kelishimiz mumkin. Mana birlashdi o'zi, qo'yib yuboramiz. Mana oldin mana bu videoda edi. Endi mana bu joyga bironta perixod qo'yib yuborsak ham bo'ladi.
masalan mana bu yerga keldi va sakradi. Masalan markerni qayerda, masalan sizda ko'p videolar bilan yarim soatlik, 1 soatlik videolar bilan ishlaysiz, 5-10 ta marker qo'ygansiz, uni topolmay qoldingiz timeline'dan deylik. Masalan timeline'da asset fayllar ko'payib ketsa, masalan mana bu yerni masalan xohlagan joyda bo'lsangiz, keyingi markerni topish uchun Shift N ni bosasiz, mana o'ng tomondagilarni topadi, oldinga yuradi. Agar orqaga yurish uchun Ctrl Shift N ni bossangiz, mana o'tib ketgan bo'lsangiz, bitta oldingi unaqani ko'rsatadi, markerlar qo'yilganlarni. Buni mana markers bor, shuni bilib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana next marker, bitta keyingi yoki previews, ya'ni bitta oldingi markerga o'tish uchun bitta oldinga ketaverasizlar, bitta keyinga ketaverasizlar. Xullas shu. Keyin muzikaga bitta marker belgilaysiz, o'sha ritmga urilgan joyga, o'sha videoni o'sha joyga to'g'rilasangiz, mana hozir ko'rsatganimdek videoga bitta marker belgilaysiz. Keyin ikkalasini bir-biriga surib kelsangiz, to'g'ri o'zini ushlab oladi. Endi kesamiz mana shu joyidan. Masalan, Ctrl Shift N ni bosdim va mana shu joydan videoni kesaman hozir. Ustiga 2 marta bosib qo'yamiz. 1 marta kesdim mana. Va buni masalan orqaga qaytib, oyog'i tekkan joyidan, mana shu joyidan yana bitta kesaman va buni endi orqaga tortib joy beramiz bunga. Va Alt ni bosib bitta ko'paytiramiz va Alt ni bosib yana bitta ko'paytiramiz. Ripple delete va buni mana bu yerdan mishkani sichqonni o'ng tomonini bosib bit duration, reverse, ya'ni orqaga qaytarish, bu videoni orqaga qaytarish. Mana endi buni OK ni bossak ko'rasizlar. Qo'yib ko'raylikchi. Ko'p ishlatiladigan effekt, juda ko'p ishlatiladi. Endi buni masalan mana bu yerdan bironta perexod qo'ysak bo'ladi. Buni bu yoqqa tortamiz va buni pastga tushiramiz va buni kamaytirib turib, buni oshirib turib, masalan bironta zoom out, o'shalar zoom bilan chiqib keladigan perexodlar bor. Sekin o'tish, sal tezlashtiramiz. Yugurib keladi va sakrab orqaga qaytib yana shunaqa bo'ladi. Endi masalan yana bironta adjustment layer olsak va bunga bironta effekt bersak, yana masalan video effects bo'limidan replikat bor, replikat ham yaxshi. Videoni 4 ta qilib ko'rsatadi. Xohlasangiz buni yana ko'paytirishingiz mumkin. Mana ritm urilganda o'shani 4 ta qilib ko'rsatadi. Yoki keyingisida masalan yana bironta effekt bersa ham bo'ladi, videoni o'ziga bersangiz ham bo'ladi. Alpha glow, glitch effektlar bor. Masalan maska bilan odamni o'zi turgan joyini o'ziga belgilamoqchi bo'lsak ham bo'ladi. Mana va phaser bilan uni o'zgartirib qo'ysak, endi maskani o'ziga opacitysini ritmga moslab bunaqa qilsak ham bo'ladi. Masalan mana ritm yo'q joyiga keldi va maska keyframe qo'yamiz va bitta keyingi kadrdan buni 100 ga olib chiqib va bitta keyingidan va yana buni keyframe joyiga qaytarib va buni yana 0 ga qilib qo'ysak, mana lekin aslida glitch effektlari umumiy bo'ladi.
maska bo'lmaydi. Yaxshi video darsi bo'ldi deb o'ylayman. Shu adjustment layerlar, markerlar bilan yoki mana bu color metlar bilan videoni kesmasdan ham ritmga moslab qilsangiz bo'ladi. Videoga mos perihodlar qilasiz. Mana bunaqa effektlarni ishlatasiz. Yana yangi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.